Salom do'stlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi do'stlar? Xudo xolasa biz Andijonga kelganmiz do'stlar. Daraxtlarga shakl bergani keldik. Xudo xolasa buni o'sha doim o'zimizalik stilda qilib kesib shoxlatibda biz endi buni bizni chaqirishdan maqsad daraxt o'sib ketyapti, shox ko'payib ketyapti deyapti. Shuning uchun biz yakka lider qilib buni tarbiyalaymiz do'stlar. Ko'rishlaringiz mumkin xudo xolasa mana. Rosa buta bo'lib ketgan bu hali o'rmonzorga aylanib ketgan shoxlar mana shu holati mana. Shoxlarini yakkalayotganda ham har bitta qo'yayotgan shox bir palis deydi mana 1 santimetr. Bu nima sababdan bilan bo'ladi? Keyingi yilga chetdan 2 yasharga aylanadi shoxchalari, hosil chetdan beraveradi. Tezroq hosilga o'tkazish maqsadida shu palis bo'ladi. Bu tomondan kesadigan bo'lsa shox ko'payadi. Pastroqdan bo'lsa hosilga asroq o'tiradi do'stlar. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana yakkalayapmiz liderlar.